Payg'ambarimiz aytadilar, kim bir birodarining haqqiga zohir va g'aybdan duo qilsa, unga shu duo qilayotgan kishiga muakkal qilingan farishta amin, amin, senga ham shu narsa bo'lsin deb turadi. So'raydi o'zingizdan, mana shu Ramazon ichi o'sha falonchi birodaringizga hozir yo'q, shaharingizda yo'q yoki mahallangizda yo'q, necha marta eslab duo qildingiz? Zohir va g'oyibdan qilingan duo albatta ijobat bo'ladi va u narsa nima bo'ladi? O'zingizga ham. Payg'ambarimiz aytadilar, kim bir birodarining haqqiga zohir va g'aybdan duo qilsa, unga shu duo qilayotgan kishiga muakkal qilingan farishta amin, amin, senga ham shu narsa bo'lsin deb turadi. So'raydi o'zingizdan, mana shu Ramazon ichi o'sha falonchi birodaringizga hozir yo'q, shaharingizda yo'q yoki mahallangizda yo'q, necha marta eslab duo qildingiz? Zohir va g'oyibdan qilingan duo albatta ijobat bo'ladi va u narsa nima bo'ladi? O'zingizga ham bo'ladi.